uchastka qidirayotganlar, lekin pul yetmayotganlar uchun bitta zo'r uchastka qilib yuborilgan kvartiraga kelganmiz. Lokatsiyani tushuntiramiz. Chilonzorda biz Qizil Sharq mahalla, hamma bilsa kerak. Zarhal to'xonaning yonginasida 4 qavatli binoni birinchi etaji 3 xona 77 kvadrat plus 12 kvadrat balkoniga ega. O'rtoqlar, qaranglar. O'zining zeleniy zonalari, chiroyli avtoparkovkalari, shaxsiy avtomobillarni, ya'ni elektromobillarni zaryad qilishlik uchun sharoitlargacha qilib qo'yilgan. Maktab, bog'cha, barcha ehtiyoj uchun kerak bo'lgan magazinlar mavjud. O'rtoqlar, videoda o'tkazib yubormanglar, shunda olib kirib planirovka bilan tanishtiramiz. O'rtoqlar, bu qilingan letniy kuxnyasi tipi qo'shib olingan, ko'rishingiz mumkin. Kattaligini qaranglar, bemalol tashqariga qarab choy ichishga imkoni ham bor. Bundan tashqari yonginasida yana bitta xonacha qilib qo'yilgan, kirib ko'rishingiz mumkin. Remont holatlari ham juda sifatli remont qilingan ekan, juda ham sifat bilan turibdi. O'zini xolodilniklari, tashqarilarini o'zida gaz plitalari, vitichkalargacha qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda esa как fransuskiy planirovka bo'lgandek 6 ga 2 razmerda verandasi. Hamma mebel jihozlari bilan, tashqariga qaragan o'zining kameralari va video nablюденияларgacha o'rnatib qo'yishgan. Bu esa ko'rishingiz mumkin, oshxonaning o'rni ozgina periplanirovka qilib TV zona qilib qo'yilgan ekan. Kattaligini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, to'g'riga o'tadigan bo'lsak, разделный sanuzel. Hojatxonasi, ko'ryapsizlarmi? Boylerlargacha qo'yib qo'yilgan. Yonginasida hammomi, to'liq kafel qilingan. Bu yerda esa bitta детский xonasi, o'zini kravatlargacha qo'yib qo'yilgan. Yonginasida kattalar uchun katta yotoqxona, konditsioner, mebellari hamma yo'q qoladi. O'zini tashqariga qaragan oynalarigacha. Koridor bo'ylab yuradigan bo'lsak, eng katta udvoyniy zal ko'rishingiz mumkin. Kattaligini qaranglar. O'rtoqlar, shunaqangi katta kvadraturali xonadon kerak bo'lsa, mana shu uyni tavsiya qilib qolamiz. Zo'r xonadon ekan, o'zimga ham yoqdi. Remontlari ko'rishingiz mumkin, qanaqangi qandillarni ilib qo'yishganini, mebel texnikalar deysizmi? 3 tadan televizorlar, 2 tadan konditsionerlar, 2 tadan xolodilniklar, barcha jihozlari bor. O'rtoqlar, narxini eshitdinglar. 136 mingga kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yishni unutmanglar.